أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس. İhramlık alette çaşne şu çekilinde o da ittifak geldi. Vaktalafu fi halq şa'ri min sa'iril cesed. Ama bedendeki başka tüklerini çötütüşte ihtilaf var. Fal cumhur ala enne fihil fidye. Köpçülük adamlar bedendeki tüklerini çözsümü kan kilidi ya bunun karta bir ceza kilidi dep kardı. Yani bu fidye hazır kan buluşu mümkün, tamak o herkese buluşu mümkün. Ve kâle Davud la fidye fihi. Davud hem de hadiste kâgine çaşını çüyütüşte. Onunla bedendeki başka tüklerini kıyas kılmaymayız. Kıyasını etraf kılmandıkken bedendeki tüklerini çüyütse hiç mükemmeydi o. Ya ki fidye kemmeydi o. وَاخْتَلَفُوا فِي مَنْ نَتَفَ مِنْ رَأْسِهِ الشَّعْرَ وَالشَّعْرَتَيْنِ. Yanağında tükneye çüyütmepti o. Lakin bir tal iştal tükne jülüp saptı. Çeçidin bir tal ya iştal çaşını ya ki bedenden bir neş tal tükne jülüp saptı. Lahmi diyen beden ne demek için? Demek şa'rateyn degene çaç. Amda bedenden bira tal tükne jülüp sapsa bunun ihtilaf var demek. Lahyati mi? İhtimal ha. Çünkü aslından da fakal Malik leysa ala men natafa şa'ral yesira şey'un daptu. Sakal buluşu mümkün. Muhakkak lahmihi deb kelgan. Yani yani işkiliyse doğru çıkıdı. Mesela şa'rateyn degene ama bir tal iki tal çaş ne değil ya tükne jülde. Eğer mesela tükne desek bu bedenden degen bolup gidiyor. Men lahyatihi degene o çağda sakal degen buldu. Yani baştan çeçe de bir tal iki tal da İkincisine sakalı ya bedenin sekin bular. Elmiyada ittifak yayını şa'ar ras idi. Lakin şa'ar rasını bir tal, iki tal olap kalışıyor degende elbette kalır. Çünkü yokulan rasım. Demek ama şu bedendeki beşinin olsun çaç oldu ama beşinin olsun ya ki bütün bedendeki tükler olsun bunun bir tal, iki talını jülüp sağışıyor. Bunun da ihtilaf var. İmam Malik leysa ala men netefe şa'ral yesira şey'un. O azgını bir daha sonra geçtim bulmaydı. İlla en yekuna emata bihi eden. Fakat lam aşının arkalık bir eziyetini taşlarken bolsa. Yani emata bihi eden degene qattiq sıkılgan bir narsadan qutulgan bolsa, o'zi azavagan bir narsadan qutulgan bolsa bu çağda andın resmi imatatul eden hesabida bunun da fidikildi depti. Yani bir tal, iki tal ve üç dört tal tükni jülüşüden o toluk fazlık diğen. Ya ki bütün rahatlangan bulmaydı o. Ve kâlel Hasan, yani Hasan Basri, fi şa'rati muddun ve fi şa'rateyn muddan. Bir tal çaşta bir mud, yani 500 gram. İki tal çaşta 1 kilo. Üçte bir kan kilo depti. Ve bi kâle Şafii ve Ebu Thawr. Ve kâle Abdülmelik sahibi Malik, İmam Malik'in şahidi Abdülmelik ibn Macşun. Fîmâ qalla mineşşâri it'am. Azgını çarşıya tükte tamak barış var. Köp bolsa bunun da fidye kildo, yani kurbanlık kildo demek. فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير. Yani ihram bağlayan kişi çeçin çüzse, jüls bulmaydı diyen muş çekilmeden bu bir xil ibadet. Muş kımmadı da kımmaslık gerek dep düşüngen bolsa, az bolsun köp bolsun okşaş dedi. Yani bir talına jülvetsimi kımma diye çekilmege raya kımmagan boldu dedi. Boysunmagan boldu bu. Ve men fahime min zalike men'an nadafe. Yani bunundan tazlık kılman deyin gap bu dep mında düşüngen bolsa, tazlık kılman, bedende işin sıkılgan narsalarni yo'qotib rahatlanman degan ma'noni o'z tutgan degan bolsa, zinnatlanish mana, istirohat mana, aramlash. Allati fi halqima. Aşu çaşni çütüç orqali aram topadigan, zinnatlanadigan munda bo'lsa demakchi. Ya'ni bu zinnatlanish, aramlash cheklangan asli bunda. Alayda bir xil aramlash, çaşni çütüç orqali deb munda tushungan bo'lsa, bu ondan oz bilan ko'pning farqi bor. Bir tal, ikki tal tukni julish bilan aram oladigan bo'lib qolmaydi. Bir tal, ikki tal tukni julish bilan tazliq qilib yoki chiroyli qilib qolmaydi unda. U yo'q hisobda. لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى. Çünkü çaç ya tük sebebinden de bir sıkılgan bolsa ya ki bir tarafından eziyet etken bolsa, o bir tal tükni eletiş arkalı o eziyetten kurtulgan bulmaydı.
Endi az bo'lgandan bunda kechirim qilinib ketadi desak bo'lishi mumkin. Amma mavdu'ul fidyati faxtalafu fihi. Yani şu fidyeni fidye keldirsek şu fidyeni nerede birdi birdiğin joy. İmam Malik yef'alu min zalika ma sha'a ayna sha'a. Bi Mekkete ve bi gayriha ve in sha'a bi beledihi. Bunu xalgan yerda Mekke'de olsun, başka yerde olsun, uzun jutda olsun, nerede olsa bas bulardı dedi. Ma sha'a degini aşondan xalgan kısmını, bir kısmını falan yerde versin, qağını falan yerde versin meyli. Yoki 3 xil narsa olsa, 3 xilning birisini tanlash ixtiyori olsa, tanlig'ini nerede bas bulardı dedi. Ve sevan indahu fi zalika zabhun nusuki vel it'ami ves siyam. Shunasini qaysi o'zab qolsa nerede bas bulardı dedi. Çünkü başka mazhabda qurbanliqni eshaga qurbanni sunmaydi. Ro'za tutishni ne tutsan bo'ldi. Çünkü başqalarga munosabatsizdir. Bunda ayrıydı. Ma İmam Malik ushirishni nerede qilsa bo'ldi debdi. Beklam kengchilik kanımda. Bu Mücahid'in sözü. Vellezî inde Malik'in havuna huve nusukun ve leyse bihedin. Hem de İmam Malik şu fidye keldi diye yerde mesela çak çüt şarkılık fidye keldi. Kes fidye ne ibaret ise yani kan keldi değil. Muş kan hazır. Hediye mi bu? Yak bir kan keldi dedim de o. İmam Malik bu kan keldi. Xuddi bir qurbanlık tölen keldi değil. Ama hediye de atsıydı. Bu hediyeni o çağda biz hediyen bağlıqal Kabe'de Kabe'ye yetkiziş gerek olup kalktı. Hani İmam Malik ya bu hediye etmez. Çünkü sen bunu Mekke'ye atıp hediye almangan narsa emas bu. Bir çatakışını kıpsaldan şunun sebebinin bir kan keldi. Bunu kan keldi işleyemez. Qurbanlık kılıç deyimiz bunda hediye demeyimiz. Yani hediye bulmagandiken sen şu joyingda mesela Medine'den çıkıplar mı yaki? Ya Cidde'de turup, yarim bağlı halatda çeşit düşütkendiken şu joydan boğuzlaplam bir taraf koyarsan buldu demek. Ama başkalı çoğu aşı Mekke'ye gelip bir iş gerek. فَاِنَّ الْهَدِيَ لَا يَكُنُ اِلَّا بِمَكَّةَ اَوْ بِمِنًا Mana. Çünkü hediye diyen ya Mekke ya Mina'da şey apırıp andım bozdaymış. Ve kâle Ebu Hanife ve Şafi'i eddemu vel it'amu la yüzziyani illa bi Mekke. Kan keldi desek bu kanılan tamak veriş fakat Mekke'den ada oldu. Ama rozunu ne tutsa ihtiyarı. Hediyen bağlıqal Kabe diyenine tuttu bu. Fidye şu. Yani çaşını çütüretkenlikten kâgen tülem. Ve kâle İbn Abbas radıyallahu anhuma ma kâne min demin fe bi Mekke. Kanlam kildiken bu Mekke'de bulundu. Ve ma kâne min it'amin ve siyamin fe haythu şâ. Tamak veriş, roz tutuş kep kalsa, yani şunu tallap kalsa, uçada nerede kız buldu? Ve Ebu Hanife'de metlehu, İmam Ebu Hanife'nin muşunda bir karaş kepti. İlgiri karaş mı var, ma karaş mı var demek. Ve lem yahtelif kavlu Şafi'i enne dema el-it'ami la yüzzi'u illa li haram. Yani İmam Şafii'nin karışı enne dema vel-it'ama değil. İşte o şu kaptı ha? Enne dema vel-it'ama la yüzzi'u illa li haram. Vav yokken. Yani kan bilen tamak veriş ikisi fakat haremning miskillerge ba'si anda ada oldu. Başka şahının miskillerge aşı çeşni çüyütüp sağayyanın miskillerge ba'si bo'lmaydi. Demek İmam Şafii'nin karşı bir xillan qarash keldi. Ebu Hanife'den 2 xil qarash keldi demek. Mekke'ninki takıdan tapmakın bir tersi. Yayla karla şu şendanı. Karvaylı var, şu Mekke'nin pekarları var. Bu Mekke'de bulmagandikin. Mekke'de yaşaydıgan mı? Mekke tuğulup öşkediler aslında. Hazır tazı var. Mas bir xil kavim var şu Mekke'de. Sadık bitir vasını şula biz taraf kılıyordu. Kurbanlıqның göçlerini şunu biz taraf kılıyordu. Mekke'nin orada payları. Burun ma bayaşatçılık bulmağa vakılda mesela 60. yıllarda ilgiri acil bağırsa İslamlamışken acil. İqtisadi jihatdan bir tüven bolgan eken, ejgi bağlılar en baylı bardı o başka yıllar. Anıken şu İslamlamışken. Şulardı. Bir nasi bägendi. Yani tilepçi. O bir nasi bämey kutlanmaydı yani. Şu Mekke orada payları da batılıptı. Ve sebebul hilaf. Yani bir yerde Mekke'ye apıramdı, başka yerde kılamdı diyen talatçının sebebi istimal kıyas demun nuske alel hediye. Adette muşunda kâgen kurbanlık. Bira cezağı kurbanlık geldi o. Muşuna aş hediye kıyas kılamdı kılmamdı. Okşamdı okşamamdı. Muşu mesele. Femen qasahu alel hediye evcebe fihi şurutal hediye minel zebhi fil mekan maksus. Kimi ki bunu hediye kıyas kıpsasa hediyenin şartlarına muşanlığın bağırıp kardedir. Qaysi tesi aş joyga apirib aş maxsus joyda andın bo'g'iz için kerak buni boshqa bo'g'iz yanmaysa degan yana haramning miskinlarga taqsim qilsa degandek va in kana malikun yara anna al hadiya yajuzu it'amahu li ghayr masakin al haram Imam Malik hadiyni haramning miskinlarga boshqa miskinlar basin buldi
lekin bo'g'izlashdan da adina shu Makkaga Minoga olib bo'g'izlaysa demoqchi ekan. Ana Makka miskillari deb turvag'ini Imom Shofiy. Yani mening jutimning miskillariga manfaat yetkazay deb hadiyam balig'al Ka'baga oyat bo'lg'achqa والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله. أنا برجامع وأترضى قياس قصة بلدوس الجامع متى إلا جامع دسا وهر إشكسه Allah'ın beytinin etrafında izcil turduğun miskillerine şuluk bir yardım ettiniz. İllik ettiniz ibarette demek. Her işkiliz. Kanımı şunda ceza kelgen kan, hediyemi şunda. Vel muhalifu yakul. Anda kıyas mal farede qiyas qilsin bo'lmaydi deb e'tiroz bildirgan kishi qiyasga qarshi chiqqanlar deydi inna ash-shar'a lamma farraqa bayna ismihima fasamma ahaduhuma nusukan wa samma al-akhar hadiyan wajaba an yakuna hukmuhuma mukhtalifan. Endi shariat Alloh taolo va rasuli bu ikkisining ismini ikki xil atagan ekan. Bir yerda hadiyan balig'al Ka'ba dedi, ya'ni bir yerda min nusuk dedi, o sadaqatin o nusuk dedi. Shunami? Nonki mana nusuk dedi, ana hadiya deb ataganki bu ikkisi o'xshash bo'lmasi kerak. Nima shu ikkisini o'xshash qilib olsa. Wa amma al-vaqtu qachon bo'g'izlaydi, qachon qilish kerak? Fal jumhur ala anna hadhihi al-kaffara la takunu illa ba'da imatati al-adha. Masalan, chechini chuytay deb, chechini chuytish ilgari, sayfonni chaqirishdan ilgari fidini berib bo'lib, undan keyin chechini chuytamdi, yoki chechini chuytib bo'lganda andin beramdi, magap. Ko'pchilik ashiq ishni qilib bo'lgandan keyin, ya'ni ashi bir xilof ishni qilib bo'lgandan keyin ihramli holatda chechini chuytish odatda bir xiloflikda mush ishni sadir qilib bo'lgandan keyin andin qurbonlikni berdi debdi. Wala yabudu an yadkhilahu al-khilafu qiyasan ala kafarat al-ayman. Bunda balki qasam kafaratiga o'xshash qolganlik jihatdan bunda ixtilof bo'lishi mumkin deydi. Chunki kafarat al-aymanda qasam qilib bo'ldi. Qasam qilgandan keyin buzishni ilgari kafarani berib andin qasamni buzgan bo'lsa, qaytib beramdi, bermamdi degan masala. Qasam qilgan bo'lsa masalan, qasam buzib bo'lgandan keyin andin basan o'chaqda andin bo'ladi. Burun bergan bo'lsang, mana buzib bo'lgandan keyin qaytib bersa deydilar. O'sha o'xshash ixtilof bo'lishi mumkin ma'noda. Fa hada wal qawlu fi kafarat imaratil adha. Ya'ni chashni chuytishga o'xshagan aziyatdan qutulishga ihramli holatda. Shunda ishqa kelgan kafaratga munosabatli so'zlarni shu deydi. Hozir bahs qilib bo'lganimiz. واختلفوا في حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه. Hem de çeşni çürütüşün o'zi yani. Bu çeşni çürütüş bize şu Mekke'ye bağladık, tavaf kıldık, sa'i kıldık. Onundaki ihramdan çıkışlarıyla çeşni çürütüldük. Şunu demek. Bu hec faaliyette ya ömür faaliyetinin bir kısmı mı şu emas mı? Yani aşını kılıp anda işini tamamlagandan keyin anda ihramdan çıkdı deyilganga şunun bir parçası mı ya bunu münasebesiz iş mi demek. ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج أن كبتشك عالملا وهج فعاليتي مناسبة شنو جملستين وأن الحلق أفضل من التقصير يعني شاشن شوتش قسقرتشتن أفضل ونده مختلف يوق يعني كبتشك عالملا قرشو لما ثبت أنا سيد استكاغم بويتشا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين يعني üç qatım çaşın çüytkenlerge rahmet qilsizlar deb duo qildi Rasul. Üçüncü qatımda aqaqıdan bula so'rab turibdi. Çaşni qisqartganligimi ya Rasulullah şunu bir qatavsizlar. Esa onu demayman. Üç qatım deb qo'ygandan keyin val muqassirin deb to'rtinchi qatımda muqassirlarim bo'ldi deb qo'yibdi. Demak bu tuvan o'rinda turdi. Çaşni çüytishdan qisqarish tuvan o'rinda. وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير يعني إجماع كي مثلا أي الله çeşni çürütmeydi. Yani çeşni çürütsün multa bu bir xil musla bo'lib qoldi. Şeklini qabihlaştirishdan iborat. Ayollarning bu çeşi bir zinnat, erlarning bu zinnat lekin unda bak emas. Beklemsat bo'lib qoladi. Şunu olaga çeşni çürütüş sünnet deyilmabdi. Lekin sunnatda nima esa azroq kishini elatdi, qisqartirdi. Ayollar qisqarsa ma'lum bir sabab bo'lar masalan. Ya kesel sababidan ya ma'lum bir sababdan yoki bak juyishda, tarashda bak jafo olib, avarchilik qilib qisqarsa mayli. Lekin tushuntirishli shakli. Kesel sababidan
Kesel sebebini çütesmeyle özür oğlanı. Bu davalış darısı çeksemeyle ola. Ama davalış darısı kirmey. Bakan da çütesine çekilindi. Onu kıskartıp itişme. Eğer erlerge okşunuş cihattını kıskartıp kalsa bu mu lanetini gayş. Lanallahu muteşebbihat bir rical. Ama bunda bulmayın da yuşturup bulanmayken mi? Tarap ağır olduk emma, juyuşta ağır olduk emma da batırattının pesa kıskartmasmayla. Vaxtalafu hel huve nusukun yecib alel hac vel mu'tamir avla. Demek muşu çaşını çütüş. Hac qiyğıçı, ömrü qiyğıçıga vacip bolduğan bir resmi aşı. İbadet faaliyetler qatardı mı emas mı degende ixtilaf var. فقال مالك الحلاق نسك للحاج وللمعتمر وهو أفضل من التقصير. Yukarıda gel. Bu bir ecdin faaliyeti. Hem çeşni çürütüş, kıskartışın evzeldir. Ve yecib ala kulli men fatahu'l hac ve uhsira bi'aduvin ev maradin ev bi'uzrin. Yani yoldan toslap qalğan, düşman sebabıdan bolsun, kesel sebabıdan bolsun, başka özür sebabıdan bolsun, toslap qılıp hac qıldan ketip qalğan her qanday kishi ayında çeşni çürütüş kerak depdi. Hac baramız mı? Demek endi bu hac qiluvchiga bir o'xshash ishni qilib, qilalig'ini qilish jihatdan demak. وهو قول جماعة الفقهاء تد إمام من دابته جماعة الفقهاء نشدا تد إمام بعضهم إلا في المحصر بعدو فقط لام دشمن من سبب يولدون تصلب قاغان كشيء فإن أبا حنيفة قال يعني تد إمام دين أبو حنيفة ما ترك تشختار ليس عليه حلاق ولا تقصير وندا چاشن çüyütüş ya kıskartışı kendimi. Umuman da birlikler Abu Hanife muşu meseleler bana çıkan iken bunu kayıt edip koydu endi. Adır baş çıkı demek ki ona şu düşman sevabıdır bolsun, kesel sevabıdır bolsun asas bunda qaraydı dedi. Ki Abu Hanife onun sırtıda demek ki. Muşu meselede başının sırtıda. Onun annesi tutup bağlama çeçin düşürüp. Sürüş gerek değil. Abu Hanife mesela kesel sevabıdır ya hata sanap, tüm sanap bunda başka sevaplı da bunda demek kalsa şunda deydi. Eğer düşman sebebini toslap qalğan bolsa, unda demeyin. Resulullah şu çağda qurbanlığını boğuzlap, çeşini çürütüp ehramdan ketgan. Abu Hanife onun qarta başqacha düşündü şu an. Şu nimkin üzerine çıkırken candan sakalını almayı, hey tutunsa baramın ispoğan ekenlikin sakalını almışlar. Adette eski mamağallama, şu normal özünü jutu turvatqallağımı qarta deyilgen. Yani إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره diye. Şu asasen bu Zülhicce'nin birinci günden tatlılar. Kurbanlık kılaydı. Bir niyet ki adam mesela ammuson, çaşakallarına ammuson diyeriz. Ayrı başka kılıdan bunu. Başka kılmaydı. Müstahap derecede Yani pimezatkiler başka müstahaplaydı. Onun vacip ya sünnet dedi kılın bak. Çünkü إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ yani يأخذ diyen bir buyruk var. İşte ammuson diyen buyruk da bunun vaciplikini bildirdiği de parayla alıyor. Lekin Hanefi mezhepte إذا دخل العشر وأراد أحدكم diyen bu bir xil yengillikni bildirdi. Kurbanlık kılay deb qalsa, ondan son. Yani ondan başka Hazreti Ayşe'nin hadisi var. Resulullah kurbanlığını hadisini ivati verdi. Ondan adette normal kişi qiyğaşını hamma qilib degan bunda hadisda taarrud kelgan ekan, mana bu esa buni mustahablikka tushirib qo'ydi. Ve bil cümleti femen ja'ala al-hilaqa ev at-taqsira nusukan awjaba fi tarkihi ad-dam. Hazır bu şu hükümünün o'xshashmasligining natijasi misha chiqdi. Eğer ecdin faaliyetidan mu şu bir kısmı dese çeşni çürütmegen ya kıskartmaylan eramdan chiqatdim deb yurgan bo'lsa qon kildi dedi. Bunda hüküm chiqdi. Ecdin faaliyetlerinden bo'p qalsa, agar ecdin faaliyeti emas bu. Lekin shu chiqayotgan chaqdan bunda qilib chiqadigan narsa deb qalsa chiqib qo'ygandan keyin da qo'ydigan ish desa bu ish tamom bo'lib qolgandek andin bu uning bu narsasi ishdak deb qarag'achqa qon kelmaydi. Val yaqdu tafatahum degan oyat bor. Bu hamda xuddi ish faoliyatidan qo'yganda deb turasa buni bunda tushunganlar. Bu ishdan tugida hamda u chashni tushirsin uchun qon keladigan ish yo'q. Namazda masalan salom berib chiqamiz. Salomni o'zi emaslar. Bir qismi yoki uning sirt biznasi namozdan chiqish uchun belgisimi degandek. Al-qawlu fi kaffaratil mutamatta. Tamattu qilgan kishi bir qurbonlik, to'lam yoki bunda bir narsa berdi, shunami? التي نص الله عليها في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فعليه ما استيسر من الهدي onunğa qolay bo'lgan qurbonlikni qilish kerak. Yani şu boynuga vacip degan bo'ldi. Üçleyen çıkırken böyle ya.
Tamattu degan shu so'z keldimi shu oyatda? Ham shu tamattu degandan nima maqsad? Bu talash tartish boshlandi. Biz yuqorida aytib o'tdik masalan, bunda 3-4 xil narsa maqsad qilingan bo'lishi mumkin deb tug'ilib bor. Nima? Yani jumhurning qarashi va hadisga normal tamattu maqsad qilingan degan ma'noda. Yoki dushman sababini to'slab qolgan bo'lsa-mu, lekin boshqa odatga buni tamattu qilganligi kirikitdi dedi. Ondan Ibn Zubayr va Abdullah ibn Zubayr bu dushman sababidan yo'ldan to'slab qilib, undan keyin qo'ldan ketgandan keyin Makkaga borib, kelar yil qadar endi saqlab turgan bo'lsa, qurbonlik qildi degan manda tushundigan Abdullah ibn Zubayr. Tamattu degan so'z. Ama ko'pchilik olimcha 6 xil shart tepilgan bo'lsa, tamattu mushuni kirdi deb 6 xil shartni bizda o'tab bo'ldi. Ya'ni haj oylarda ihrom bog'lan bo'lish kerak, miqatda mundanim qilish kerak, umri qilib ondan haj qilib mundan qaytman degan bo'lish kerak deb 5-6 xil shartni sanadi. Jumhurning qarashi shu. Yani bazı alimlar bu ihsar bo'lib qolsa, umri qilmaylar, bunda qaytib ketib yoki turib keyin nima qilganini tamattu deb atadi. Yani 3 xilda qarashni o'tirib qo'ydi. Lekin bizning odatda istilohimizcha ko'pchilik olimlar to'xtig'ini haj oylarida ihrom bog'lab kirib, oldinda umr qilib, keyin unda haj qilsa, bu chaqda bu tamattu bo'ldi. Haj qo'ldan ketibdi, yo'lni to'sib olgandan keyin. Haj vaqti o'tib ketgandan keyin kiribdi. Kilar yilgacha haramda turib, boshda umr qilib, endi kilar yil haj vaqti kelgan haj qilsin, bu tamattu. Tamattu kirdi. Va shunday ahvolda hozir bir qurbonlik berish kerak. Shunami? فإنه لا خلاف في وجوبها. Qurbanlık vacib buludu. Lekin qanda ahval vacib buludu ise şunda bu ahval manda deb baktı, manda deb baktı. Bu ixtilof bo'ldi. Ve innemal xilaf fil mutamatta' man huwa man. Tamattu qilgan kim desa unda ixtilof bor. Ve qad taqaddama ma fi zalika min al xilaf. Demak, hozir degandek 3 xil talashlar o'tib ketib bo'ldi. Jumhurning qarashida 6 xil ishni qilib chigada mutamatta bo'ldi. والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب. المش كفارة ما من ده بحثش كرك تيدر. جقوردكي مسألة biz bir necha tarafdan bahs qilamiz, tamam? Shu o'xshash misol bir necha masalalarda bahs qilishimiz kerak. Mushu babda. Ya'ni kimga vojib bo'ldi bu kafarat hozir? U kafarat uchun nimaning bo'lsa ado bo'ladi. Qo'y bas bo'lamdi, ya qo'y bas bo'lmay tugi berish kerakmi masalan? Va mata tajib, qachon vojib bo'ladi? Qanday odamlarga vojib bo'ladi? Qaysi o'rinda vojib bo'ladi? Yani Mekke'ye apır berish kerakmi yo'ldami masalan, ya juda qaytib ketib bas bo'lamdi. Fa amma ala man tajib, qanday kishiga vojib bo'ldi bo'lsa, shu mutamattaga. Mutamatta degan kim san? Unda deb. İttifaq kelgan joy mutamattaga hadi vojib bo'ldi degan ittifoq. Mutamatta qanday odam desa, unda jumhur 6 shart topilgan odam shudir. Abdullah ibn Zubayr dushman to'silib, bu ondan haj vaqti o'tib ketib qolgandan keyin haramga borib umr qilib, kelajak hajga qadar yetgan odam dedi. وقد تقدم الخلاف المتمتع من هو هذا دeganda. وأما اختلافهم في الواجب أن مش كفارة üçün, مش هدي üçün nim berish kerak. فمستيسر من الهدي dedi. Qolay bo'g'inni degan. Qolay bo'g'ini eng tuni nima shu? فإن الجمهور يعني تلك مذهب عالمlar muşun içinde على أن ما استيسر من الهدي وشاة من قلي وغنى أصنع أو تهنى برقوي واحتج مالك في أن اسم الهدي قد ينطلق على الشاه عندي تلك مذهب عالمlar muşun edilgo أو تهنى قويد قوي قيس بلدو dedi. Yani İmam Malik şu قوي قيس بلدو diyenge bunda bir delil kepti dedi. Bu yaxshi bir dalil ekan. Şunu alayda ekep qo'yaptim. Hadi degan ism bir qo'yg'imi shudur. Hadi deb atiladi qo'yma. Mesela ayet karanlar dedi. Fi ceza sayd hadiyen balg'al Ka'ba. Ceza sayd ayetida feceza'un mislu ma qatala minan na'am yahkum bi zawabin minkum hadiyen balg'al Ka'ba. Endi misl degan, yani kiyiktimizni o'tirib qo'ysa, nima qo'y kelibdi, misl qo'yildi-ku. Demak, jazosi qo'y bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'ladi. Çünkü qo'yning o'xishi, uni o'tirib qo'ysa qo'y keladi. Undan keyin o'sha hadiyen degan so'z qo'yga ishlatilmi, ishlatilmadimi? İşletildi. Ondan ki hediyenin akallisi koyuldu. Ma'lum küştül keman. Ve ma'lumun bil icma annahu qad yajib fi ceza sayd sha'r. Yani kiyikni o'tirib qo'ysa, jazo saydga bir qo'y kildi ahvol bormi? Bunda ittifoq qilmaydi. Ve zahaba ibn Umar radhiyallohu anhu ibn Umar, Aisha, Abdullah ibn Zubayr, mushlammis billah, ila anna ismal hadi la yantaliqu illa ala al-ibil wal baqar. Hadi degan so'z faqat tuga, kalig'ilam shuda qo'yga tushmaydi deb turadi.
Yani şunun vaqtida belki hadi ko'pincha hamda tugi ishlatishi mumkin. Shu chog'da qo'yni bak ishlatma tugi. Arabning mollari ham qo'yma batda tugi jiqroq dadimda. Wa anna ma'na qawlihi ta'ala famastaysara min al-hadi. Allah Ta'alaning shu famastaysara min al-hadi ga oyati ay baqaratun adwanu min baqaratin va badanatun adwanu min badanatin. Yani bu degani kalınıman törek boz buldu. Tügünüma törek boz buldu diyeni bildirdi. O koyu uçup ketmeydi bu törek. Lekin kala koyudun alıp ketmeydi o. Şunu acizrak törek, orukrak olsun meyli diyen buldu depti. Elbette bu mercuh karaş. Ve ecma'u enne hadil keffarete ala tertib. Muş keffaret tertip boyucu birildi o. Niyada? Femestaysara minel hadi. Femen lem yecid. Fasiyamı thalatete eyyamin fil hac ve sebatin izâ racatumma. Femen lem yecid degan nima? Agar buni qilinmasa, buni topolmasa, qurbanlik topolmasa, ondan mavkildoda tartib bor. Xalqni qis bo'lmaydi. Va inna man lam yajid al-hadiya fa alayhi siyam. Unda qurbanlik topolmagan odam unda ro'za tutadi. Va ixtalafu fi hadd az-zaman alladhi yantaqilu bi inqida'ihi farduhu min al-hadi ila as-siyam. Endi qachon qanchalik vaqt o'tib ketib qolsa yoki vaqt naga berib qolsa, buning gadan kelgan qurbanlik achida ro'zaga o'tkazib ketadi. Chunki hadiyninki ma'lum bir o'rin, vaqt, bir siziq bo'lmaydi. Agar shu siziqni o'tib ketib qolsa, qurbanlikning o'rni katta. Endi sen qurbanlik qilsang bo'lmaydi. Ro'za tutishing kerak deydigan yakilidi. Shu siziq qaysi, shu vaqtdan olib ketsa, qurbanlik qilinmaydigan, ro'za tutadigan ahvol bo'ladigan vaqt qaysi desa, faqat idza shara'a fi as-sawmi faqad intaqala wajibuhu ila as-sawm. Qurbanlik topolmay ro'zaga tutish qildi. Qilsa, bu chog'da hadiydan ro'zaga o'tkazib ketgan. Ham buning vajibi, gading bo'lgan vajibi nima bo'ldi? Ro'zalik. Va in wajada al-hadiya fi athna as-sawm. Ro'za tutayotgan chog'da g'achchi bir qurbanlik qo'liga chiqib qoldi buni. Qurbanlik qila oladigan bo'lib qoldi. Bunda o'simi shu gadinda vojib bo'lgani bu chog'da ro'za shu vojib deydi ekanmiz. 3-chi qaysi kun o'zi qurbanlik? Shu 3 kunni zada, shu haj kunlarida tutdi. Salatatın fil haj dedi o. 3 günde haj günleri tuttu. Haj günleri şu. Yani Minaga mangan günü, Arfat, Minaga'nın qaytib kelgan günü degende şu kunlar tutish kerak buni. Endi bu adamning shu chaqda shu ro'zni tutay degan chaqda qurbanlik qilaysa qurbanlik o'qgan. Endi men ro'za tutay deb ro'zni boshlabdi bu. Boshlab ro'zni tutayotgan chaqda g'achchi qurbanlik qiladigan bo'lib qoldi. Pul kelibdi o yer. Ya qurbanlik qo'liga uchib qolibdi. Endi bu g'achchida qurbanlikni topadigandan keyin ro'zni to'xtatib qo'yib, qurbanlik berishim kerak demdosi ya. Uni vojib ro'zaga aylanib ketdi, o'tkazib ketgandan keyin ro'zani tutayapsiz bu qurbanlik qilmoqchi bo'ldi deb. Va Imom Malikning qarashi. Imom Abu Hanifa in wajada al-hadiya fi sawm thalathati al-ayyam lazimahu. 3 kun ichida ro'za tutayotgan chaqda qurbanlik kelib qolsa, qan qilish kerak. Ro'zani to'xtatib qo'yib. Va in wajadahu fi sawm as-sab'ati lam yalzamu. Qaytgan chaqda 7 kun tutdi-ku. Bu 7 kunni tutayotgan chaqda qurbanligini qilsa bo'ldi, ro'zani tutayapsiz bo'ldi. Bunda ayiribdi. وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه الماء في الصلاة وهو متيمم. Şu tapamay, tayammum qilib namoz o'qitgan. O'qiyotsa, ya turbini chaqirib su ichdi. Su to'xtab qolgan bo'lsa. Yoki hali bizsa, "Oy, suva keldim" deb to'ldi. Bu namozga adam qanday qiladi? Namozini o'qiyveramdi, yoki namozini buzib qolam, suvni tartib anda o'qimdi. Mushuni o'xshash bo'lib qoldi dedi. Yani bu masala ash masalaga o'xshash. Shunda Abu Hanifa buzib tartibni deyish mumkin. Demak, mushuni talashtirishmaymi? Va sababul xilaf huwa hal ma huwa shartun fi ibtida' al-ibada. Yani talashtirishning sababi ibodatni boshlashda shart qilingan narsa davomlashtirishdimi shart bo'lamdi? Yani sunimi yo'qligi. Ay namozni o'qiyotgan chog'da yo'q bo'lib davomlashaversa, namozni tugatib qo'ygan bo'lsa, bu chog' gadin unda saqt bo'lgan bo'lamdi yoki ibodatni qilayotgan chog'da shu kelib qolsa, yo qurbonlik qilib qolsa, bu chog' g'achchida yana o'sha eng oldingi o'rinda vojib bo'lgan narsani qilish kerakmi? degan mushtalashtish. Mushundan matalash kelib chiqdi demakchi. Va innama farraqa Abu Hanifa bayna 3 va 7. Endi Abu Hanifa 3 bilan 7 ning o'ttirini ayirdi. 3ni tutayotgan chaqda qurbonlik qilgan chiqib qolsa, qurbonlik qilsa, 7ni tutayotgan chaqda yanmaysa dedi. Li anna 3 al-ayyam hiya indahu badalun min al-hadi.
Chunki 3 kun Abu Hanifa'nın qarşıda qurbanlıqning o'rniga tutilgan roza deydi. Va sab'a laysat bi badal. Ayetse bedel emas. Bunda bir tahlil qildi Abu Hanifa. وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أتى بها في محلها. يعني برلك كاغان مثلا أنا شو شكر استهز كلر داش نما 10 kun Zulhajjning dastlabki 10 kunida 3 kun ro'za tutsa dal joyida qilgan bo'ladi. Nayta obdan o'rindi deb buni isbot etdi. Bu bo'lmaydi degan yo'q ekan. Bo'ldi, joyida qilgan bo'ldi. Liqavli subhanahu fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj mana. Hajda 3 kun ro'za tutish vojib dedi-ku. 10 kun ichida ro'za tutsa, o'sha haj kunlari ichida ro'za tutgan bo'ldi, tamom, joyida. Wala khilafa anna al-ashr al-awwal min ayyam al-hajj. Dastlabki 10 kun haj kunlari emasmi? Haj kunlari. Vaqtalafu fi man samaha fi ayyam amal al-umra qabla an yuhilla bil-hajj. Hamda tamattu qilgan kishi masalan umra qilib o'tib ki ihramdan chiqib yana bir ihram bog'ladi hajga. Umra qilib o'tib taqa hajga ihram bog'langan chaqda shu chaqda ro'za tutay debdi. Yani Makkaga bordi. Umra qilib o'tibdan bu taqa Minoga chiqish boshlanishi ilgari, ihram bog'lashdan ilgari saqlab yotadi ekanmiz, 3 kun tutib qo'yg'ash turay. Zulqa'dada qo'yay. Yoki Shavvolda. Aw samaha fi ayyam Mina. Yoki Mina kunlarida. Ma 10 kundan keyingi kunga Mina kunlari. Ayyam tashrih 11-chi, 12-chi, 13-chi kun. Demak 10 kunda hozir shuni belgilangan vaqt. Yani buning oldin tutganda, keyin tutganda demakchi. Bunda albatta ixtilof bor. Fa ajaza Malikun siyamaha fi ayyam Mina. Imam Malik Mina kunlari tutsa bo'ldi. Yani 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlar tutsa bo'ldi debdi. Abu Hanifa bo'lmaydi. Va qala إذا فاتته الأيام الأولى وجب الهدي في ذمته. 10 kun şu. 10 Zilhijja o'tib ketsa, o chaqda ro'za tutmasa, 10 kungacha ro'za tutmasa, gadini bir qurbonlik vojib bo'ldi. Mana'u Malik qabla shuru fi amal al-hajj. Imam Malik haj faoliyatini boshlashdan ilgari tutsa bo'lmaydi deb. Fil hajj dedi-ku, haj faoliyatini boshlagan chaqda tutsa. Abu Hanifa mayli. Bu hozir haj faoliyatini boshlashdan ilgari degani 10 kunda ilgari kelibmi? Ha, 10 kunda ittifoq kelgan. Chunki o 10 kunda odatda haj faoliyati boshlangan chaq dedi. Amaliyotda hajning faoliyati 8-kundan tortib boshlandi. وسبب الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام المختلف فيها أم لا؟ Şu Zulqa'daki kunlarda mı? Şu haj oyları deb shuni hisob bo'lamdi, bo'lmamdi. Endi deb ataqil bo'lamdi, bo'lmamdi. degan talashlar kirib chiqqan gap. Wa in intalaqa fa hal min shart al-kaffarati an la tujza illa ba'da wuqu'i mujabiha. Agar mushkullarga mı haj kunlari deb haj eyi deb ataqil bo'lsa, unda avvalda kaffaratning sharti faqat uning kaffaratning sababi bo'lib bo'lgandan keyin undan kaffarat kelamdi yoki bo'lashni ilgari qilsin bo'lamdi. Masalan, shu hajdiga matematikning hadiy kelishning sababini aytgan sharti umr qilib, unda haj qilmoqchidan, ishni juplamoqchidan. Endi hozir juplash ishi bo'lashdan ilgari bu hadiy vojib bo'lamdi, bo'lmamdi. Xuddi sen qasam qilib, shu qasamni buzishdan ilgari bu vojib bo'lamdi, bo'lmamdi degandek. Asli bu hadiyni vojib qilgan narsa mujabi nimatta? Umri qilib, ondan hajni juplasang, onda vojib bo'ldi. Endi juplashdan ilgari, biz umri qilib bo'lding. Endi haj oylarida kirmadi, hajning qilgan faoliyat kunlari kelmadi. Uni juplamay turib, yani juplashdan kelib chiqqan qurbonlik vojib bo'lmagan chaqda sen uni qilsang bo'lamdi bu. Çünkü bu yani mucibi aşını juplashdi. Umri qilib, oqidan haj qilishdi. Endi hajda qilmadan sen, qilsang ondan qurbonlik kelibdi. Qilmay turib buni shu qurbonlikning o'rniga dasigan ro'zani tutib qo'ya olamsa deb. Hemen qala la tuzu kaffaratun illa ba'da wuqu'i mujibiha. Ya shu kaffaratni vojib qiladigan ish bo'lgandan keyin ondan shu kaffaratni ado qilsang bo'ldi. deb qarasa la yuzzi'u sawmu illa ba'da shurufil haj. Haj faoliyatini sen boshlagandan keyin qurbonlik unda vojib bo'ldi. Sen unda ilgari qilib olsang vojib bo'lmagan narsani o'zing bir qurbonlik qilgandek hisob bo'lmay qolishi mumkin. Hajni boshlagancha yana bizni qilishing kerak bo'lsa. Va man qasa ala kaffaratil ayman, mana qasam kaffarati qiyas qilsa, go'sht yemayman deb masalan qasam qildan, ya falonni o'yiga bormayman deb qasam qildan. Onu ketib berib ya masjidni yenib bilan falonni o'yiga baraya bo'libdi.
adavat saqlash yaxshi emas. Men pat o'qitay dedim. Yoki go'shimay men go'shimay yashamayman maqta qasrni buzay deb masjiddan chiqib, masjidning atrofidagi oldidagi miskinlarga kafaran bir o'tib, hozirlan bir o'tay. Keyin tapalamni tamomim. Bir o'tib ondan pat o'qsang yoki ashxon sirib kavib isang, o'shada shu kafarat mushu qasrni buzishga hisob bo'ldi deganda. Bundan ma'lum qurbonlikning o'rni bo'lgan shu ro'zni tutib, undan keyin undan shu ro'zni ya qurbonlikni vojib qilgan ishni qilsang, shuni hisob bo'ldi. واتفقوا أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله أجزاه. أنبياء اتفاق كيان مثلا ailesiga qaytib berib 7 kun tutsa, mayli bo'ldi. 7 kunni qoldirdi-ku, 3 kunni bosh tutib, 7 kunni keyin tutdi. Bu keyin tutdi, nada tutdi shuni? Uyga qaytib bo'lgandimi, qaytib ketayotgandimi, yoki maktabda turibmi? Ma'lum qiladi. Demak, qaytib ketgandan keyin tutsa, ma'qul bo'ladi. Şu 10 kunning 7 kun hisob bo'ldi dedi ekan hammalar. Endi yo'lda tutib qolsa, faqala Malik yuzi usom. Yo'lda ketib tutsami, masalan, parxutga ketyapti, mashinada ketyapti, kelib parxutdimi, unda nima qilganmiz, tamoq yo'q. Ro'z tutib, 7 kunni tutay debdi. Ya, afsusda ya poyezdni mang'ash tutay debdi. Yutib qolgan chog'da bundan tamoq yemay kunduzdan deb. Masalan, shu tutay desa bo'lamdi, bo'lmamdi deganda Imom Malik yo'lda ketib bo'ldi. Xuddi raja'atun deganda qaytib ketayotgan chog'dimi? Bu raja olganda izdan qaytdi bo'ldimda, yo'lda ketayotgan bo'lsa. Va qala Shafi'i lavzi. Imom Shafi'i raja'atun degan rasmiy ashdan u yangi berib qo'ygan chog'im deysa. Va sababul xilaf al-ihtimalu alladhi fi qawlihi subhanahu إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم يعني qaytqınlar dedi. Qaytqınlar degan nima shu? Yo'lda ketayotgan chaqmi qaytqınimiz bo'lamdi, berib qo'ygan chaq bo'lamdi ya Makkada hajning farzini qilib qo'yganimiz qaytqınimiz bo'lamdi. Amaliyotda yana bir talash o'rni Makkada turib haj faoliyatini tamomlab qo'ygan chaqmi qaytgan bo'lamdi degan bir talash bor. İmam Abu Hanifa haj faoliyatini tamomlab qo'yib, "İza raja'tum" degani faragtum min amal haj va aradtum rujo, yani endi qaytsangiz bo'ladigan chaq deb bunda tafsir qildi. Bundan bir bayon qilmagan qarash, qaytishdimi ilgari, ajbalni tamomlab bo'lib, endi qaytsak bo'ldi degan chaqda 7 kun yashab o'z tutib, undan qaysi bo'lamdi? Abu Hanif bo'ldi deydi. Albatta Imom Malik yo'q, uni o'zi bo'lmaydi, qaytish boshlagan chaqda bo'ldi deydi. Imom Shafi'i yo'qsa uyini bir po'g'on chaq tutsa dedi. Fa inna ismal haj, chunki ismal raja, ya'ni raja degan mush ism nimaga ishlatildi? Ala man faraga min ar-ruju', qaytishdan qari bo'lgan, uyga rasmi qaytib berib bo'lganga ishlatish mumkin. Yana qaytib ketayotgan holatga adamga ishlatish mumkin. Bu ehtimollik bor. Yana hajning faoliyatini tamomlab bo'lib qaytay deganingga ishlatish mumkin. Fa hadihi al-kaffaratu allati thabatat bis-sam'i. Mana oyatda kelgan kaffarat mushu mutamattaga nisbatan. Albatta bu oyat kelganki ittifoq keldi bunun. Talashtash yo'q. Nasab bu. Lekin mutamatta qandadan degan islab bor. Ammo mutamattaga bunda bir qurbonlik qildi deganda oyat kelganlikda ittifoq. ولا خلاف أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه يعني اختلاف yo'q debdi. Ikhtilof yo'q. Nimada? Hajga tutish qilib bo'lgandan keyin haj qilmay qolgan kishi ya bira arkanni qilmay qolgan kishi yoki zamonni xato hisoblab qilmay qolgan kishi yoki bilmay ba'zisini haj faoliyatining qaysi muallaqdan ya ba'zi unutib qolib haj qo'ldan ketgan bo'ldi. Yoki yana hajni buzilgan bir chataq ishni qilib solganlikda haj qo'ldan ketdi. Bunda bir ahvoldamda hajga tutish qilib bo'lib, bu hajni qilolmadi bu. Joyida to'liqlanmay qoldi. Fa inna alayhi qada idza kana hajjan wajiban. Vojib haj bo'lib qolsa, bunda haj faoliyatiga tutish qilib bo'lib, ma'lum sabablar tufayli hajni joyida ado qilolmay buzilib ketdi yoki hajni muhim arkonlarni qilmay haj bo'lmadi. Bu odamning haji vojib haj bo'lgan bo'lsa, farz hajni ado qilayotgan bo'lsa, u chaqda qazosini qilish kerak edi. Albatta farz haj gadini saqlamoqga davomliq uning beshida bir farz haj borda. Qudrat bo'lsa, istatoilayhi sabila. Va hal alayhi hajjun mal qada, buni qazo qilish bilan billah shu chaqda bir qatim buzayotgan bo'g'achqa, ya'ni tutish qilib bo'lib, oyoqqa chiqarilmagan bo'g'achqa bir to'lam ya bir qon kelamdi kamimdo. Bunda islab bor edi. Amaliyotda mana la xilaf degan so'zda bir masala bor edi. Çünkü İmam Malik al-muhsar bi'aduda la yecib alayhi i'ada degan. Ama muhsar bir marad yoki boshqa sababda qaytilish kerak degandi. Hajji qobilin dedi. Ammo dushman sababidan to'slab qolgan holda qayta qilish vojib emas.
Yani şunu tamamlanmay qalğanlıqdan qayta haj qilish vacib emas. Lekin gəldiyində şu farz haj. Yani qudrat tepilsa, o haj qilish vacib bo'lishi o tabiiy ahvolan. O başqa masala. Lekin ma'ni buzayotganlik uchun kirajil haj qilishing kerak deganda buni yo'qdir. Qazo deb atashga gap. Siz bujilmasdan şu hajni qilay deb qilamanlar. Qilaman bu farz hajni siz ado bo'lmadi gəldinlər. Lekin farz haj şu gəldində bağamdı bu. Ondan keyin kirajil yani itoat sabil bo'lsa kirajil berish kerak. Undan keyingi yil bo'lsa, undan keyin yani davomli yani bu gəldində bağ. Lekin kirajil chuqum qilishing kerak degan gap yo'q deydi imomlar. Yani düşman bilan to'slab qolganda. Ha boshqa ahvoldami shu jumhurlar o'xshash. Shunga la xilaf degan so'z sal tajovuz ba'ni. Wa in kana tatawwu'an fa'al alayhi qada. Endi bir qatam farz hajni qilib bo'libdi bu kishi. İkinci qatam uni naflajga mangan chaqda ashunda yuqurdi degan sabablar tufaylidan bu hajni tamomlayolmay haj bo'lmabdi. Bu chaqda qazosini qilish kerakmi? Xuddi ro'za tutsak masalan, nafl ro'za tutib, keyin biz o'tib qolsa qazosi kelamdi kam bunda. Al-khilaf fi dalik kulli. Mushag'amizda ixtilof bor. Lakin al-jumhur ala anna alayhi al-hadi li kawn an-nuqsan ad-dakhili alayhi mush'iran bi wujub al-hadi. Lekin ko'pchilik olimlar bunun hadi kelamdi, kam bunda o'zi bir qurbonlik keldi. Chunki bu hamda ishi bir xil aqsab qoldi buni. Hajni qilaman deb qilamadi-ku. Qilamay vaqt kelar yili qildi desakmi, u shu yili qilamay keyin aql so'rilib ketib, bunda xiyam bo'g'achqa bir aqsash bo'ldi buningda. Qurbonlik qildi deb. Bir kamchilik bor edi, nuqsoniyatda deydi. Nuqson degan so'z hadi vojib deganni furtizgan, his qildirgan narsa. Va shadda qawmun faqalu. Shadda degani bu mo'min chata qarash emas, lekin jumhurdan ayrim chiqib olganidan keyin shaz demoqchi. Faqal la hadi aslan va la qada. Bu ya tegidin ya hadi vojib bo'lgan, ya qazosini qilib vojib bo'lgan bunda bir ish yo'q. Masalan bu haji ifrod qilgan, haj qilinmadi. Yuqori sabablar tufaylidan bir kashil chiqadi. Qurbonlik asli yo'q deb buning shunami? Asli yo'q bo'lsa buning qazosi qildi unga. Yani shunda hadi vojib bo'lsa dalil bormi? Yo'q. İlla yakuna fi hajjin vacibin. Fakat lam vacib bo'lgan bir hajda bo'lsa-da, u chaqda vacibni sen joy tamomlayolmay, aqsitib qo'yganligingdan u chaqda buni bir kamchilikni tuzatish uchun qan keldi. Ana bu nafli tursa, biz o'tib qolsang hech nima bo'lmaydi unda. Wa mimma yakhussu al-hajj al-fasida 'inda al-jumhur. Ana jumhurning qarashida mushu buzib ketgan hajga munosabatli masalalardan deydi. Duna sayr ibodat. Başqa ibodatlar unda shu. Bu buzib ketgan haj bilan ayrim bunda bir masala va hukm bor edi. Annahu yamdi fihi al-mufsidu lahu. Ashu hajni buzib ketgan kishi hajni buzib ketganda deb yenib ketib ishini to'xtatib bunda qaytib ketmaydi deydi. Oxir qadar buni oyoqqa chiqirdi. Yani buzib ketdi bu. Buzib ketgan oxiri chiqiriyor. Mana yerdan başqa qilaverishni qilib manda. Yani hajga o'xshash ma'no. Bu da ro'za tutqandan masalan ro'zasi buzib ketsin deydi. Ro'za buzib ketdi. Sen kechkichanda sen ig'zachmayana ro'za tutqandek bunda tursa va hajning hurmati, Ramazonning hurmati degandek. Ama yerda boshqa ibodatga o'xshamaydi. Mushon bilan shunday ish bor. Yani yerda vojib demakchi. Ro'zda lekin mustahab degan to'p. Buzib ro'zni. Kechkicha yani iftorga 6-7 soat bor. Shunday bizdan yemay turamiz. Buzib ketgan bo'lsa. U mustahabdi. Lekin bu yerda mush masal bilan oyoq qadar shu qilaolgancha vojib o'xshash holatni elib berish kerak, vojib. Lekin shular vajibligi farz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Buzib ketsami sen buzib mush hajni tamomlatsa demakchi. Wala yaqta'man, uzib qo'ymaysa to'xta. Buzib ketdi ham musha to'xtalay bo'ldi. Minaga chiqib, arpat chiqmagan ekan, haj bo'lmabdi. Endi minaga chiqmay, tashma atmayman deb unda to'xtamaysan deydi. Va alaydan sen buni joyida qilinmay buzayotganliging uchun vojibni o'chada qan keldi. Va shadda qawmun, yani bir guruh olimlar unda ayrim chiqyapti. Bu Davud az-Zahiri, mesela Rabi'a, Ata degan olimlar. Faqalu huwa kasair al-ibadat. Ya unda ayrish yo'q. Bu boshqa ibodatga o'xshash. Nada buzib ketsa, shuna to'xtab qolsang bo'lardi. Shunday misollar yana o'shan shadda qavm bilan o'xshash. Shadda. وبكلام أعظم شيئا أيرم تقوام بوج. وعمدة الجمهور ظاهر قوله تعالى وأتم الحج وعمرة الله. جمهور مش آيات من ظاهر الله إسلوبته. الجمهور ظاهر ولا قبض ده ما مثل ده. وأتم الحج والعمرة الله.
Hecni ömrünü Allah için tamamlandığı buzluk kesimi tamamlaysa caydan olmamızı ahir kırıp çıkırsa bunu. Vel muhalifuna khassasu qiyasan ala gayriha min al-ibadat. Endi Zahiri'nin dapta Davud Zahiri, Rabia, Ata diyorlar. Khassasu qiyasan ala gayriha min al-ibadat. Başka ibadetlik okşaş bu mu? Dep kıyas tuttu. Davud Zahiri azı kıyas tuttu. Ma cumhur Zahiri olup işte orun olmuş bağındık. Elbette Davud Zahiri'le emasda bu. Rabia degan rasmiy qiyasning birisi. Rabiatul Ra'i. Ra'ibek biskitda Rabiatul Ra'i'da. Atami tabi olim. U qiyas qildi. Lekin Davud Zahiri qiyas qilmaydi. Endi ma'lumni qiyas qilganlar bunda boshqa bir qiyas qilmaydi deb turibdi. Davud Zahiri'ning emas. Qiyas qilamiz demaydi u. Hargiz. O'lsa unda demaydi. Qiyas qilamiz demaydi. Demaydi bu nima deydi? Buning dalil bormi ayrimning qilganga? Atimul hajjal murad degan joyda sog'lom bo'lgan holda to'liqlangan degan gap. Bu buzib kesimi to'liqlangan degan gap chiqmaydi dedi. Ida waradat alayhal mufsidat, demak odatdagi ibodatlarga buziladigan bir ahvol kelib qolsa, oyoq chiqarmay to'xtatib-ku, o'xshash bu deb turib. Amaliyotda buni nas kelgan narsa emas. Ma oyatda bunda dalil chiqmaydi. Jumhur ham bunda deb baqan gap. Wattafaqu ala anna al-mufsida lil hajj. Mufsid degan mishada al-amalul mufsida. Hecni buzatgan adam emas. Hecni buzatgan ish. Nima shu? Nima deb iborat desa, amma min al-af'al al-ma'mur biha, yoki buzatilgan ish, masalan, buyurilgan ishlardan buzatilgan ish qaysi desak, nima desa fatarkul arkan allati hiya shartun fi sihhatihi. Demak, buyurilgan arkonni qilmay tashlabsan, shart sihhani ado qilmagan bo'lding. Tavafil ifoda qilmadan, ihrom bog'lamadan, arfat tutumidan masalan. Bu chaqda ajr buzib ketdi. Buyurilgan işte qilmaganlik jihatdan mushular. Al-ixtilafin fima huwa ruknun mimma laysa bir rukn. Albatta unda rukn qaysi deganda ixtilof bor ba'zi masalada. Ba'zi masalan ihrom bog'lashni rukn deyish mumkin emas mumkin. Minad qunash nimani rukn deyish mumkin emas mumkin. Tavaful ifodani rukn deyish mumkin emas mumkin. Masalan, ama arfat tuturishni rukn deydi. Demak, rukn deb qaragan bo'lsa, shu ruknni sen qilishga buyurilgandan shuni qilmasang, ajr buzib ketdi degan bo'ladi. Hamda turukdan cho'ng, ya'ni qilmaslikdan kerak degan narsalar fal jima. Ehramli holatda sen jima qilsanma, jimani tark et deganda. Buni qilsang, ajr buzildi degan. Turukdan boshqa ajr buzilgan manda ish yo'q. Wa in kanu ikhtalafu fil vaqt alladhi idha waqa fihi al-jima'. Albatta bu jima arfatda turib bo'lgandan keyin anda yuz berdimi yoki arfat chiqishdan burun yuz berganmi deganda albatta buni talashlar qilib ayirib boqadi. Lekin umuman hamda shu ayirib bizga to'xtalib bo'lgandan keyin zaten shu buzildi deganlar shu jima buzildi deydi. Uni boshqa qilmaydi. Fa amma ijma'uhum ala ifsad al-jima'. Endi bu jima buzildi degan ijma keldi-ku. Lekin unda vaqt belgilashda ixtilof bor, ammo jima buzildi zaten. Nima uchun desa Alloh taolaning shu oyati aniq deganlar. Tamam farada fihinnal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kimiki o'sha oylarda hajni qilaman deb shuni tutish qilib o'zining bo'yniga hajni yuklagan bo'lsa, jima qilish yo'q, gunoh qilish yo'q, hajni jidal qilish yo'q. Rafat degan mishada jimodan iborat. Uhilla lakum laylatus siyam rafatu la nisaikum. Rafat degan mishada jimoda. Navanga mishada jima qilish yo'q dedi. Fusuq degani ma'siyat gunohni qilish. Albatta boshqa odamni qilmaysiga, yo'qsa qat'iy qilmaslik kerak. Mana shuni buzdi deganni, mushuni buzdi degan chiqadimi shunda? Endi ya'ni chiqatadi sanada. Mushu o'xshash degan bo'ladi. Endi mushu vala jidal fil hajj degan shu jidallassan, aydan buzding degan gap chiqadi. Balki nima fuqarolar buni qanday tushunda Alloh alam ayrim bahs qilish kerak. Degan darhol ham unda desak bir jidallasa, mesela rüzg qancha jidallasi qanday olsa, Robba sahimin laysa lahum siyami illa al-ja'al atash o'tdi. Shunga o'xshab bu ham da ajni shaklda qilganda, lekin ajning ruhi vujud chiqmadi bundan. Alloh taolaning buyurgan bo'yicha ish qilmagan bo'ldi. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wattafaqu ala anna man wati'a qabla al-wuquf bi Arafata faqad afsada hajjahu. Arfatga chiqib arfat turishdan ilgari jima qilsagan bo'lsa, haj bekor bo'ldi, buzib ketdi deb ittifoq ketdi. Albatta. Hajga deb ihrom bog'ladi bu. Ihrom bog'lagan holatda ya ifrod qilib jutudan kilovatga holat olsin, Makka bog'icha. Yoki tamattu qilib Makkada 8 kun bog'lab
bo'lsin, Arfatga chiqib turishdan ilgari, ya'ni Minoga chiqib Arfatga atganimiz degancha bo'lsin. Shu chaqqa qadar Arfat tugan qadar bu ihramli holatda jima qilgan bo'lsa, hajga bog'liq ihramda. Haj buzildi. Arfat bağlamasa da Arfat bağlan değil hacimiz. Acaba şu tamam farada fiinnal haj dedi o. Çünkü haj qilishni o'z ustiga olsa, haj qildim deb mayda qilib chiqqan bo'lsa, ayni jima qilsa bo'lmaydi degan. Undan keyin ihrom bog'lagan chaqda labbayka bi hajjinda da bu. Ha, farada fiinnal haj. Undan keyin jima qilsa bekor ketdi buni. Onu bir fidye verip yani kafaretler Hacı buzuldu dedi. Yani manda da baksan buldu aslında. Mesela nereden icma yaptı o. Lakin manda bir defa kaylamaz. Bu hacı mangal vaktida ihram bağlap şundan bir cima kısa. Tek Arfat çıkmadı o. Çıkmadı ki anda bu bir pistan çakkanda goldan. Bu işten de mesela bekavat ketti der Arfat'a az da vakt kaldı da. Belki 3 saat kaldı ya bir gün kaldı şu aralıktan yeni başladı ihram bağlap nilden başlayıp kalsıyor. Nasıl buluş gerek bu? He? Eşkunlar onun kafaret olsun diye bir tek kaldı benim kafaret. Mesela ne? Burasını bulacağız. Bu zaten anda buluş gerek bu. Evet, çünkü ecdan en mühim faaliyet vakti badan. Efendim rükne kiram diye. Ehramın rükün dedi Allah. Ya şu rükün desek mi hazır? Kayıtını kulağı Şu ehram ne hazır? O koldan ketti buzuldu. Tamam şu ehram bilen hacı kılışın bekalda. Ehramdan çıkarttın sen. Çıktı uzanın kiyimge yatak kılıp oturup bulap tutura bu. Hazır yani yeni başladın bir ehram bağlap Arfat çıksam Arfat taka aldığımız tutsa dep kalsa buluş kirek aslında. Ve şezze şeyh buna. Ve şeyh hazır şaz olup çıkıp buluş kirek. İcmadan çıkarttı. Bu şarj olmaya bak. Ya şaz olmaz icma bu. İcma şartı olsa. Hadi icmadan sıla hazır şikayet sıla siz şaz oldular. O çağda icma buzluk etti. Sen bir müjdeydi oğlan diken hazır. Özel icma kabul olsa. İçtihat kıyan buldu. İçtihat kıyan diken bu ölüm ağırla birlik kemmeyen buldu. Şaz olup çıkarttı. Bunda icmanlı mı da tahrik pasa buldu yani bir kıllı fikir yürüyüş gerek. Hazır şu istiqlal hikmetlik mi? Bu sokudan güzel olmak isteyen. Ve ona tefsiri harap pasa buldu. Onun önünde değil mi? Elbette muşun oxşiş katardı boğan diken aşulamı hecden şu cima oxşi büzütüş gerek. Fela rafata ve la fusuka. Bunda kılışmı yok, mında kılışmı yok, mında kılışmı yok dedi. Eğer bu başkaları hecden büzütemeyen olsa, yani başka delil bulmayan takdirde, muşlam delil olsa, ma fusuk cidal hecden buzanmışsa, ma cima buzanmışsa. Çünkü caa fi nesakın vahid. Bu icmanı mı bazı meselini kayıt gözün geçiriş gerek. Gözün geçirip bası buldu. Müctehid alimler. Hemen farada fiinnel hac diyendiken ecni iltizam kılış şu ihram bilen ec kılış şu mesela bikavaketti değil mi? Vettefakû ala enne men vati'a qabla l-vuquf bi Arafa fakat afsada haccahu. Yani ma alimler müşahede ec bikavaldı. O kayıt ihram bağlayıp çıksı buldu demekti bunu. وكذلك من وطئ من المعتمرين قبل أن يطوف ويسعى. Tavaf kılıp sa'i kılıştı ilgiri anında cinsi münasip öküzüp kalan boğuşma bunun ömrüsü bakavalık ettiğidir. وَاخْتَلَفُوا فِي فَسَادِ الْحَجِّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةٍ. Endi Arfat'ta turup boğanın kin cinsi münasip öküzüp kalsa hac buzlamdı buzulmamdı o. Arfat kışa ispak gelgen. Arfat'ta turup oldu bu. Turup boğanın kin Mina vardı, Muzdalife Mina vardı o. Şu çağlardan tatip hem münasip öküzüp kalsa buzlamdı buzulmamdı diye ıslaplaştı. Ve qabla rami cemaratul akaba. Yana şu Eid günü taş atıttığı cemaratul akaba. 7 tal taşını atıttı şunun da ilgiri. Cima kıpsasa buzlamdı buzulmamdı. Ve ba'da rami cemaratul akaba. Cemaratul akaba atkanın kinço onun da ıslappa. Demek hem mesela ıslappa demek. Ve qabla tavafil ifade. Tavafil ifadeden ilgiri olsun bunu da ıslappa. Yani o vacip olan. Tahal kubra bu muğaba. فقال مالك من وطئ قبل رمي جمرة العقبة فقد فسد حجه. Kimi ki Cemaratul Akaba'nı Eid günü birinci atılgan 7 tal taşını etiştin ilgiri münasebet ötküzgen bolsa hac buzulup ketdi. Onun kurbanlıktan bir tölen yani kan kilidi o hediye kan ve kaza kilidi o dedi. Kaza degan meselede buzup etkenlikten kelercili kıldı o dedi.
Albatta bu vücudistiki gap. İhsarda o başka gapdi. Ve bihi qala Şafii, İmam Şafii shunday. Abu Hanifa Thawri alayhi al-hadi badanatun ve hajjuhu tammun. Onun bir tüge hadi kildi debdi. Tüge qan kildi. Haji tamam bo'laverdi. Endi o arpa tuturib qo'ygan ekan, aj bo'ldi bu. Qag'ashlar sal endi yengilroq demoqchi. Yani qan bilan injibar bo'lib ketadi. Ve qad ruya misle hada an Malik. İmam Malik'ten yani bir rivayette muş qarash kelibdi. Demak İmam Malik'te ish qil qarash bor ekan. Ve qala Malik man wati'a ba'da rami jamaratul aqaba ve qabla tawaf al-ifada fa hajjuhu tam. Endi jamaratul aqabadan keyingi vaqt keldi. Jamaratul aqabadan keyin. Jamaratul aqaba atqicha unda chiqib samabdi bu. Jamaratul aqabadan etib bo'lgandan keyin anig'atcha chashni cho'tib kiyimni kiyib bu tawaf al-ifada qilishdan ilgari bilolab qopdi. Fa hajjuhu tammun. Bu çağda haj tamam buldu. Ve bi kavli Malik'in fi ennel vata qabla tavafil ifad la yusul hac qala cumhur. Muş qarashni cumhur mu tutibdi. Yani tahallul akbar bulaştı ilgari tahallul sugra olmaz mayli demoqchi ekan. Ve elzamuhu indahumul hadi. Lekin tahallul akbar bo'lmagan ekan bir qon kildi debdi. Ve qala taifa man vata qabla tavafil ifada fasada hajju. Endi bir guruh olimlar yana buzib ketdi deb turibdi. Tavafil ifadani bo'yicha yaqin kelgan bo'lsa buzib ketdi. Va huwa qavli Ibn Umar. Ibn Umar radhiyallohu anhu so'zi ekan. Ba'zi sahabin. Va sababul xilaf anna lil hajj tahallulan yushbihu salam fi salat. Xuddi namozninki tahrimuhu takbir va tahrimuhu taslim degandek bu hajning mo hajdan chiqadigan bir ishi bor edi. U bo'lsa-mu tahallul akbar, ya'ni tavafil ifodani qilib ondan chiqish. Tahallul asg'arim bor. Bu tahallul asg'ar degan qachida qashni etib bo'lib çayını çöğütüp kurbanlık qilish bu tahallul asghar. Nima? Ve hal yushtaratu fi ibahatil jima' tahallulan aw ahadima. Demak, buning da namozda tahalluldan bir sifatda. Mahiyda tahallul asghar, tahallul akbar deb ikkisi bor. Yani buning da ikkili tahallulning to'liq bo'lib bo'lishi kerakmi yo kichik bo'lib bo'lgan bo'lsinmi mayli bo'lamdi deb. Shu ayliq jima' qilsa. ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد. أنا أيدنا برنجي كنا تاش أتقنين كان يا كان تشاتشوت قربان لقلش فلان إحرامدن çıktı. Şu çağda bu tahallul asgar buldu. Bu boğandan keyin ayollarga yaqin kelish, atir ishlatish, ovlashdan boshqa o'zining kiyimini kiyib, normal ahvolda yashash halol bo'ldi. Fa'inna ixtilafu fi amdama cheklangan ishlarga ixtiloflashdi. Wal mashhur an Malik annahu yahillu lahu kullu shay'in illa an-nisa wa at-tayyib. İmam Malik debdi ayollarga atir ishlatishni cheklandi, boshqa ishlar cheklanmaydi debdi. وقيل عنه يعني إمام مالك bir rivayette إلا النساء والطيب والصيد üç nesini sanatla. Üç nes şeklini bir doğru. Çünkü Allah Teala ve idâ halaltum fastadu diyen ayetin zahiri bu tahallul ekberini gösteriyor. Ve idâ halaltum yani tahallülen ekber fastadu diyen mayan çıkıyordur. واتفقوا أيضا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. Elbette de ömrü kılan kişi Kabe'ni tavaf qilib, Safa Marvani sa'i qilib bo'lgandan keyin u chaqda ihramdan chiqsa bo'ldi debdi. Va illam yakun halaqa, chashni tushitmagan bo'lsa-mu dedi. Va la qassara, ya qisqartmagan bo'lsa. Li thubut al-athar fi zalika illa khilafan shaddan. Va chikasi bo'ldi ekan unda. Chikasi bo'lgan bilan bu joyida qilmay ketgan bo'ldi. Ya'ni umrisi umr bo'ldi, lekin kamchiqroq bo'lib qoldi degan bo'lsa. Yo'q, bunda ittifoq yo'q. Emganmaylarmi? Ha, masalan, qan kelam degan masalaga chetishib bo'lishi mumkin. Komisyonda ittifoq yo'q, chashni tushirdi-da umr qilolmaydi. Yani chashni tushirishning hukmi nima deganda ba'zi balki unda ig'ir qaramagan bo'lsin. Vojib demagan bo'lsin. Waruya an Ibn Abbas annahu yuhillu bit-tawaf. Ibn Abbas tawaf qilish bilan ihramdan chiqdi deb rivoyat qildi. Balki bu tawaf degan bunda Ka'bani tawaf qilishdan emas, Safa Marvani tawaf qilishni degan bo'lsin. Chunki Safa Marvani sa'i qilishni tawaf deb ataydi. Belki şuna tavaf bilen deyişemşede tavaf bil beyt ve tavaf beyne Safa ve Merve diyen bo'lishi mumkin. Tavaf çünkü Buxariyadagi nurg'a hadisda Safa Merve'ni tavaf qil deb bor. İbaret surishda. Tavaf degan so'zni ishlatiladi. Belki tagliban ishlatgan bo'lsin. Ve qala Abu Hanifa la yuhillu illa ba'da al-hilaq mana. Chashni tushitgandan keyin ondan ihramdan chiqdi dedi. Ittifaqo degan bilan mazid kelib qoldi mana. Tushunamizmi? Ya Abu Hanifa
chashni tushirgandan keyin andin ihramdan chiqdi. Ihramdan chiqqan hukm keldi deydi bo'lmasa. Va in jama qablahu fasadat umratuhu. Sa'yni qilib bo'libdi, savobni qilib bo'libdi. Tavaf bilan chashni tushirishdan ilgari jima qilgan bo'lsa, umrsi bekor dedi. Chunki chashni tushirishmi umrning bir qismi shu. واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي مقدماته. Hamda jima qilsa bunda buzildi degan shunama buzilgan yerda. Yani bu jima qanday shaklda jima qilsa buzildi, qanday shaklda bir ish qilsa buzilmaydi. Mana ayirmoqchi. Jima va jimaning muqaddimatlari var mesela. Tal jumhur ala anna iltiqa al-khitanayn yufsid al-hajj. Ko'pchilik olimlar jinsiy munosabat qilgan bo'lsa demak, iltiqa al-khitanayn degan jinsiy munosabatni ko'zda tutadi. Jinsiy munosabat qilgan bo'lsa, haj buzilib ketdi deydi. Ko'pchilikning qarashi. ويحتمل من يشترط في وجوب الطهر الإنزال مع التقاء الختانين أن يشترطه في الحج. طهر degandan g'usl maqsad qilindi. Ya'ni ay tahorat masalasida g'usl vojib bo'lish uchun inzol shart deganlar, haj masalasida yana shunga o'xshash shunda shart qilish kerak. Jimoa qilida inzol bo'lish kerak. Yani çok mani etib chiqqan bo'lish kerak jimoada. Lekin bu endi jumhurning nimasiga qaraganda ajizdan. Vaqtalafu fi inzal al-ma fi ma dun al-farj. Yani bu jimoa qilmabdi. Lekin endi bu masalan quchoqlashdak, so'yishdak ishni qilib mani chiqib turadi. Bu jimoa kiramdi, kirmamdi, ayzin buzamdi, buzmamdi. Yani bu insonchilikda bunda ahvol bo'ldi-ku. Bu odam chidab hamda o'zini tutibdi. Ashyaga yaqinlashmabdi. Lekin unda quchoqlabdi, so'yabdi, shundan bu meni chiqibdi. Shunda so'rab keldim bu. Ayoli bilan birga yetibdi, lekin jimoa qilmabdi. Jinsiy munosabat qilmay, uning boshqani qilibdi. Oxirida meni chiqatdi. Kelgandan keyin so'rab keldi bizning oldimizga. Men endi o'zim tutamman, bunda qildim, lekin oxirida endi jimoa qilsammidim, uning boshqasi bo'ldi. Bunda avvalda hajim buzilib ketdimi deb so'raydi. So'rganidan keyin unda javob bermas. Faqala Abu Hanifa la yufsidul hajja illa al-inzalu fil farj. Abu Hanifa faqat shu jima qilib, jimada inzal qilgan bo'lsang, ondan ajin buzildi debdi. Bo'lmasa buzilmaydi. Va qala Shafi'i ma yujibul hadd yufsidul hajj. Yani Shafi'ni hadni vojib qilgan zinoning jazosi vaqtida belgilangan jazo vaqtida. Ya chamak kesa qilish yoki yuzlarni urib fa'olash degandek. Shuni vojib qilgan narsa ajin buzdi. Yani shu jima demak. Çünkü quchoqlab, so'yab, lekin jima qilmay inzal qilgan bo'lsa, had vojib bo'ladi bo'lmaydi. Shuni Rasul la'allaga qabbalta, la'allaga nazarta degan. Va qala Malik al-inzalu nafsuhu yufsidul hajj. Imom Malik debdi, ay manini etib ketgan bo'lsa, shuning o'zi hajni buzadi dedi. Ya'ni shuni jimaning o'rniga dasitdi. Va kadalika muqaddimatuhu min al-mubasharati wal-qubla. Jimaning muqaddimasi bo'lgan ishlami, so'yash, quchoqlashdagi ishlami buni buzutdi debdi. Lekin bu oyatning nassiga xilof bo'ldi. Jima degan, rafaq degandan jima maqsad qilmoqda. Shuni xilof. Lekin lafzi jihatdan balki Imom Malik deyish mumkin. Rafaq deganda sat ishlar. Demak, hamda boshqa ko'z bo'lmaydigan sat ish qanda jima degan. Shu quchoqlash, so'yish, inzolash, shuni boshqa ko'z bo'lmaydigan satqiliqlar doirasida deb buni tushungan bo'lish mumkin. واستحب الشافعي في من جامع دون الفرج أن يهدي. Ayolning avratiga jima qilmabdi, lekin boshqa ishlarni qilibdi. Quchoqlab, kaza qilgan bo'lsa, endi Imom Shafi'i ko'ngli xotirjam bo'lish uchun qurbonlik qilayotgan yaxshi edi. Uni rafat deb, mushum rafasdar kirib qolgan bo'lsa, buzib ketib qolmasin. Albatta, hadiya qilyapsam-u bekatda buni. Lekin bu mushondagi bir xiloflikni bir tuzilsin degan tariqada debdi. Vaqtalahu fi man wati'a miraran. Endi bir odam bir qadam emas, bir necha qatam jinsiy munosabat o'tkazib qopti. Imom Malik laysa alayhi illa hajjun wahid. Endi haj buzilishda, buzilgan joyda buzib bo'ldi. Buzilgan joyda vaqtda qilgan bo'lsa, buzilmaydigan ahvolda qilgan bo'lsa, qurbonlik bu bir muxolif ish qilgan ekan. Bu chaqda buni qurbonlik kilitdi. Endi qurbonlikdan birisi qilamdi, necha qatam qilgan, necha qilamdi, birisi qilamdi. Tadaxul bo'lib ketamdi bu. Laysa alayhi illa hajjun wahid. Bir qurbonliklam keladi debdi. Wa qala Abu Hanifa in karrara al-wat'a fi majlisin wahidin kana alayhi hajjun wahid. Yani Abu Hanifa bir so'rinda, mesela bir kecha yetibdi ya bir yataqda
bir necha qatim takrorlagan bo'lsa, birga hisob bo'ldi. Boshqa o'rinda takrorlagan bo'lsa, bu har bir qatim birdan edik kildo debdi. Ayrim kecha bo'lsa, boshqa majlis bo'ldi. Chunki majlisdan qo'pab, sirq chiqib, keyin so'rin keldi-da, yataq keldi. Xuddi ma taloqnomalarga bir majlisda takrorlisi ta'kid bo'ldi yoki ta'sis bo'ldi degan gap bor, shunga o'xshash. Vaqala Muhammad ibn Hasan shogirdi yuzzihi hadun wahid. Shogirdi bir kifoya debdi. Va in karral wat'a ma lam yuhdi li wat'ihi al-awwal. Birinchi qatimki jimoasiga qurbonlik berib o'tmagan bo'lsa, berib bo'lgan bo'lsa, birinchisiga hisob qilib ketdi. Ikkinchisida yana bir don gap, uchinchisi berib o'tgan bo'lsa, yana bir don. Birincisi bermay, yana ikkinchisini qilib salgan bo'lsa, ikkiga birindan bervasi bo'ldi. Va an Shafi'i as-salasatul aqwal. Imom Shafi'dan 3 yil qarash rivoyat qilinibdi. Lekin bunun mashhur so'zi Imom Malikning o'xshaydi debdi. Imom Malik nima deganda? Lekin dal o'xshamaydi mashhur. Imom Shafi'ning al-asah degan qarashi birinchi jimoada bir tugi kildi debdi. Ondan keyingi jimolarda birdan qo'yildi. Balki mashhur qarashi Imom Malikning o'xshashdi. Lekin al-asah deb qaralgan qarash, ya'ni Shafi'i mazhabdan to'g'riroq deb qaralgan qarash shuki. Birinchi jimoada bir tugi. Ikkinchi, uchinchi bunda jimoada birdan qo'yildi deb. Vaqtalafu fi man wati'a nasiyan. O'zining ehromdaligini unutib qolib va tiqib soldi. Nima? Bunun talası fesavva Malikun fi zalika baynal amdi wan nisyan. İmam Malik o'xshash. İmam Malik emas, İmam Abu Hanifa, Ahmad mı o'xshash. Yani qasdan bo'lsin, nisyan bilan qilsasin o'xshash dedi. Va qala Shafi'i fil jadid. Demak İmam Shafi'i qadimda, ko'ni qarashida, u jumhur bilan billah. Lekin Misr kelgandan keyingi qarashida ya'ni kafarat kelmaydi. Rafa'an ummati al-xata wan nisyan. Lekin mutaammidan degan ba'zi ahvollarda mutaammidan deb keldi ama tamam qatalar minkum mutaammidan degandek. Qasdlik bilan nimaning farqi bor demoqchi. Vaqtalafu hal alal mar'ati hadyun. Ayol kishiga hadiy kilamdo, masalan, jimo degan er ayol bo'lish kerak. Ikkalan jam bo'lgan jimo bo'ldi-ku. Er kishiga bir hadiy keldi. Ayol kishiga ayrim kilamdo, chunki ayol kishi ehromli holatda başını qısaldı. Unuğa özelliği bir şahs olgan ekan kilamdo. Faqala Malik in tawa'athu fa alayha hadyun. İmam Malik hamda bunu ma'qul deb bersa, to'sib olmaymasdan, ma'qul deb birib qiysa, o chaqda hadiy qildi. Chunki u mo ehromning hurmatiga tajovuz qilgan bo'ldi. Va in akrahaha fa alayhi hadyan. Agar majburlagan bo'lsa, bu ayol masalan, oy musulmon Ndaqmanlar bu ehramda bo'lmaydi, gunoh oldu deb turgan bo'lsa, bu eri unmusulmay qilgan bo'lsa, o'sha ayol kelmaydi ekan. Lekin ikki kishilik hadiy eri qildi ekan. Ayolning ehromining hurmatini buzib o'tgan bo'lg'achqa, o'zidan ehromining hurmatini buzib o'tgan bo'lg'ach. Va qala Shafi'i laysa alayhi illa hadun wahid. Imom Shafi'i ikkalanga bir qildi. Ka qawlihi fil mujami'i fi Ramazon. Ramazonda g'ala ko'lab ketdi deb keldi-ku. Keyin 60 kun ro'za tutamsa, bir qul azod qila olamsa, sadaqa bera olamsa dedi. Ya xeyran dun mani oilanga yegizgan deb yo'lsa qo'ydi-ku. Shundan da ayol kishiga ayrim bunda kafarat keldi demidi-ku hadisda. İmam Shafi'ning qoidasi-ku, asqut timarul bayan yunazzal manzilatul umum fil maqal. Demak shu bayon qilish vojib bo'lgan bir o'rinda, asli shu mujama fi Ramazonga masalan deb qo'yish kerak. Ayolingga, agar ayol vojib bo'lgan bo'lsa, ayolingga vojib juma deb qo'yish kerakdi. Unda demagandan keyin shu odamga shu gapni qilib qo'ygandan keyin ayolning, erning, ikkilanning qilmishiga mush erga degan shu narsalar vojib bo'ldi degani bildirdi. Yoki sukut fi ma'radil hajati ila bayan deganda. Ayol chiqmagan taqdirda o'yin shu boshqa eri bilan shu degandan chiqib ayol kishi balki o'zining yendim bilishi mumkin. Chunki o'zining qilmishi, erning uni chiqim qilib berishi vojib emas. O'zining xatoligini o'zi ko'tardi. O'zining iqtisodi bo'ldi emasmi? Demak Rasululloh nishada agar vojib bo'lgan bo'lsa bayon qilibdi demoqchi. Ya'ni shu mujama Ramazonga bayon qilibdi, nima? Qilmagandan keyin bu ishkaylarga bir kafarat keladi degani bildirdi. Shu mujama Ramazonga qiyos qildim. Ve cumhurul ulema ala annahuma idha hajja min qabilin tafarraqa. Yani köpçülük alimlar bu işkeyler ehramla qaldı bir cima qildi-ku. Hajib uzib ketdi.
Endi bu klerjilendi. Bazı muzattıklar klerjiler yani kapta. Kelgendiken bular o'tgan yili unda çatak chiqarib qo'ygan bo'g'achqa. Bu yil ishga nere turish kerakmi? Ayrilib turish kerakmi? Ya birga tursin bo'lamdi deganmiz. Yani bu yilni qilsamizda ayriltamdi demakchi. Ida hajja min qabilin tafarraqa. Yani ko'pchilik olimlar o'tgan yili çatak chiqarib qo'yganmish ishkalan har xotin. Keyingi yili hajga kaptamdi. Kelgandan keyin bu ishkalan boshqa yatak turamdi ya birga tursa bo'lamdi demakchi. Jumhur ya ayrim turdi bular. Bu yana o'tgan yilga qilsa mumkin demakchi. Vaqila la yaftariqan bir qarashda ajra qarashda yaq ayrilmay turaverdi debdi. Val qawlu bi alla yaftariqa marwiyun an ba'd as-sahabati va tabi'in. Demak bu ajiz qarash emaskan, bu bir kuchli qarashga, sahabat tabi'inning qarashi. Yani nima uchun ayrilib turdi desa, yani ikki jihatdan yani o'xshash chatag'ini chiqarib qo'ymaslik uchun. Yani bu saddan zariya. Va bi qala Abu Hanifa. Yani Abu Hanifa sahaba tabi'inning qarashini tutdi. Nima uchun ayrilib turdi ular? Vaqtalafa qawlu Malik va Shafi'i min ayna yaftariqan. Abu Hanifa va sahabat tabi'inlar ayrilmaydi dedi-ku. Odatda qilaverdi bu mayog'i teketdilar. Niyada qilib qoldi. Ayirib turish kerak, ayrilib turdi deganlarcha. Imom Malik bilan Shafi'i ham bular yolg'iz qoldi hozirmi? Tamam, nadin tatib ayrilib turdi bular. Ehram bog'lagandan tatibmi yoki ma'lum joyga kelgandan kimmi? فقال الشافعي يفترقان من حيث أفسد الحج. O'tgan yil hajda chataq chiqarib qo'ygan, hajni buzratga yadin tatib ayrilib turdi. Va qala Malik yaftariqan min haythu ahrama. Imom Malik ihrom bog'lagan chog'dan tatib ayrilib turdi deb. Illa yakuna ahrama qabla al-miqat. Faqat miqat kirishda ilgari ihrom bog'lagan bo'lsa, o'sha miqat kelgacha birga turmaydi dedi. Chunki haqiqiy hisoblangan joyda kemmidi. Faman akhadahuma bil iftiraq fasaddan lid-dari'ati va uqubatan. Biz ayrilib turdi deganlar Imom Malik Shafi'iylar bu yani chataq chiqarib qilish yo'lini taqash uchun dedi. Chunki bular o'tgan yili bunda bir mashakillar bo'lolmay bunda ishni qilib salgan deb yana istikab qilib buni aslab qilib yana chataq chiqarib qilish ehtimoli bor. Shuni ayirib turish kerak. Chunki hajning burun hamda ehromlik holatda o'tkazilgan vaqt uzunda. Bir oy bo'lishi mumkin, yarim oy bo'lishi mumkin ehromlik holatda minib unda haj qadar turgan vaqt bunda bo'lgandikan bu oraliqda Saudiya Arabistonining yerida bular chidab bo'lolmay ishni qilib salgan ahvol bo'ldi. Hozir balki vaqt qisqirda unda uzunlab keladi o'g'achida aeroplan bilan lekin bir hafta ehromlik bo'lib qolishi mumkin hozir. ومن لم يؤاخذهما يعني إمام أبو حنيفة مثلا بعد صحابة الله فجريا على الأصل أصل قاعدة قنداته أيضا ترشي وقت أصل قاعدة وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بالسماع. Bu meselede ayet hadis kase şeklim kase andan ayrımız bunu. Bu mesela Arput'un bakar bunu ayrımız. Yani ayrıvetsem bu bir kaşılar. Bunu kovdaydığa iyire, mehraba adam yanında turmasa, başka yatsa, yani çatak çıkıdı. واختلفوا في هد الواجب في الجماع ما هو. جماع واجب bo'lgan hadida ixtiloflashdi. Jima qilibdi. Endi haji buzilmabdi, lekin hadi vojib bo'libdi. Nima shu desa? فقال مالك وابو حنيفه وشاة وقال الشافعي لا تجزئ الا بدنا. Birtuga kalomuz bo'lmaydi. Bu Imom Ahmad mo mush qarashda. Va illam yajid bun tapamsa quwmatul badanatu darahim. Bishada bir shundan so'z var bu. Imom Shafi'ning qarashicha, mesela tugini kalın tapamsa qanday qiladi bu? Qo'ydin 70 kilo deydi. Qo'yvaken kalya tugi yo'qken. Ana bedeni kildo desa, beden tapamadi. Barcha tamoq yetkazadigan-da, qo'yga yetkazamdi, qo'yga yetkazdi. 7 qo'yga yetkazdi. 7 qo'y tapamsa, andan tamoq yetkazdi. Yani ash tugini tangiga so'qab, tangini ashliq so'qab, ashliq birdi deydi. Fallamidi sama an kulli muddin yawma. Açlıkmı tapamısa her bir 500 gramga bir mudga bir köroz tuttu. Qala vel it'amu vel hadi la yuzzu illa bi Mekke. Yani depto bola İmam Şafii it'am bilen hadiye fakat Mekke'den ada oldu. Mekke miskinleri görüş gerek bu. Ya ki mina adama bu mu şu belgal Kabe mahallaha mahallahu yetken buldu. Lekin roz tutsa o başka adamın münasebeti olan iken ne tutsu buldu depto. وقال مالك كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي. فمن قان دبر شتاق شقب عند قان كاغن بوسا قان من إيسا صام 3 أيام الحج و7 إذا رجع. وإن أنكر سلسة بلدو لكن تماق برش يوق bununla depto. Qurbanlıqni tapamabdı şunama. Qurbanlık tapamasa açlık vermeydi, tamaq vermeydi, roz tutudu depto. Bu bunda dep turaptamdı bu. فمالك شبه الدم اللازم هنا بدم المتمتع.
Demek İmam Malik bu qonni nimaga o'xshatdi? Xuddi mutamatta, ajdamatto qilgan kishininki qildigan qoniga o'xshatdi. Demak bu qon nimaga o'zgartdi? 10 kun ro'zasiga o'zgarib ketdi. Tamoq yo'qdi buningda. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. عند تماق بريش دمدان. دمك تمتعنا قربان لقها قياس قلبته. والشافعي شبهه بالدم الواجب في الفدية. إمام الشافعي عادته بالخطأ مخالف شقي غلط سبب كلدان قان وخشته. والإطعام عند مالك عند إمام مالك نظر ده تماق بريش لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى. فقط لام oğulğandan yoki chachutgandek bir aziyatni tozalash ilib borgan chog'da ondan qamoq berish bor. Bo'lmasa majmuamizda yo'qdir. والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقع بدل الدم في موضعين. إمام الشافعي داتن ikki o'rinda, ya'ni kafarat izalatul aza bilan kafarat saydda keldimi, kelmadimi? Keldi. Qamoq berish bor, ro'za tutish bor. ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد. Tamoq berish birlam o'rinda badal bo'lib kelmadi. U bo'lsa-mu shu mujama fil hajj nama faqiyas al maskut anhu ala al mantuq bihi fil it'am awla. Demak, ikkisi ig'ir vasuda. Ma birna ikkiga qiyas qilsak bo'ldi demak. Bo'ldi deb qiyasan debdim. Fahada ma yakhussul fasada bil jima'. Bu jima qilish bilan hayzni buzilishga munosabatlik ahkamlarmi shu. وأما الفساد بفوات الحج عند هيزنا وقت قلدن كتاب هيزنا قلماي قلب أربعة قماي قلب مثلا من ده أتب كتكن هيز بزل كتكن أول كاسك وهو أن يفوته الوقوف بعرفة منا أربعة ترش قلدن كتب قبطه أربعة كنا وجهه هيز بزل دينجا فإن العلماء أجمعوا على أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. يعني بعد أربعة قماي ديكن شو شغلهم ويدا أترمدو يا كه tavaf sa'i qilib o'tib, anda o'tiramdi. Tavaf sa'i qilib o'tdi deydi. Demak, bir umra qilib chiqayotgan bo'ldi. Va anna alayhi hajj qabilan. Bu kelajida haj qilish kerak. Vaqtalafu hal alayhi dun amla. Ana buningga bir qon kilamdi kammamdi. Shadi degan o'sha qon kilamdi kammamdi deydi. Faqal Malik va Shafi'i va Ahmad va Thawri va Abu Thawr alayhi al-hadi. Qon kildo debdi ko'pchilik. Va umdatuhum ijma'uhum ala anna man habasahu maradun hatta fatahu al-hajj anna alayhi al-hadi. Yani kesel sebepten ihsar olab qalsa, hadi kilamda kiltdi, qurbanlik kiltdi. Bu chaqda qurbanlik kelgandikan, biraz savallik ya hisoblash savallik ya bir shulab ya uxlab qilib mesela, ya mashinada qilib arbat chiqarmay o'tkazayotgan bo'lsa, bundan kildo demak, qani kildo. Yani qiyas qildi. Faqat Abu Hanifa yatahallal bi umratin va yahujju min qabil va la hadi alayh. Bu umra qilib chiqdi-da, kilarjida haj qildi, lekin uning qon kelmaydi dedi. وحجة الكوفيين عند مش أبو حنيفة ونولان بالله عالمين كه كوفلك عالمين دليله أن الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء. رئيس بزوجته قضاء قلمان شغدا هو شغدا قن كلته قضاء قيان كن قن كم يدو. فإذا كان القضاء فلا هدية إلا ما خصصه الإجماع. فقدام إجماع مش خاصة مش من ذا كيف قلت ديجان بوسا ميله. لكن ما أهوال ده قضاء قيان ديجان نيوشن ونغا قن كيلو. واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة في من فاته الحج وكان قارنا. عنده بو حج قران قلب كبت كم بادم. حج قران قلب كلب حج نقلم مدبو. بو چاغدا نمنا قضا قلد بو. إشكاليس نمو يا برنمو يا كي جقراق مو. هل يقضي حجا مفردا يلغز حجلم قضا قلمدو يا كي عمرولان حج إشكسن قضا قلمدو. فذهب مالك والشافعي وإمام مالك والشافعي عندنا إلى أنه يقضي قارنا. إشكاليس نتاق قضاسن قلدو. لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه. çünkü bunun geldiğinde bunun buzuvatkini qılanmay qağını işkitti bir haj bir umretdi işkilisini qılıdı debdi. Ve qala Abu Hanifa leysa alayhi illa al-ifrat. Abu Hanifa hajdan qis buldu. Liannahu qad tafa li umratihi falaysa yaqdi illa ma fatahu. Demek bu hajga chiqmay qolgan chaqda tavof qilib, sa'i qilib umr qilgan bu. Undan keyin qap qolgani shu hajlam deydi. Shu hajlam qildi. وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أن لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر. Köpçük alimler mesela bu hacga ulgurmay qoldi deylar. Arpa chiqmay qoldi. Chiqmay qolgandan bu Mekke'dan da turdigan bo'lsam da kelar yil arpat qadar ihramdan chiqmay turamdi, tomamdi. Ehramdan chiqdi bu deydi. Kelar yil uchun da ehram to'maydi. Imom Malik mo o kelar yil qadar ehram to'maydi, chiqdi debdi.
إلا أنه فقط لم إمام مالك أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة. Bu amda qurbanlik yapgan musulmonning gardiniga desa bir yil shidab ihrom tutsa mayli deb. Yo'q, u umra qilib o'tib ihromdan chiqib ketmay, umra qilib ihromda bunda turar ekan bir yil. Haj vaqt kelganda haj chiqsa qurbanlik qon kelmay ekan. Shunda turib bo'ladigan sifatlar. Wa asl ixtilafin fi hadhihi al-mas'ala ixtilafun. Asli bu talashning asosi nima desa, mana masalada ixtilof bo'lg'achqa mana ixtilof bo'ldi dedi. Fi man ahrama bil hajj fi g'ayri ashhuril hajj. Haj oylari Shawwal, Zulqa'da, Zulhajj kirishdan burun, masalan Ramazonda ihrom bog'labda haj qilamanda, faman lam yaj'alhu muhriman, buni ihromini hisob qilmagan bo'lsa, shunga haj oylari kirmaganiga bu hajga ihrom bog'lan hisob bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa, lam yujiz lillazi fatahul hajj an yabqa muhriman ila amin akhar. Bundan bu haj oylari da andan ihrom bağlashing kerakda hajga. Sen hozir hajdan kellanmasa, Muharram kirdi ya safar kirdi. Bu ihромni olib tursang o haj oylari bo'lmagan ekan bu. Sen o kelar hajga ihrom bağlan bo'lmaysa deb qaragan bo'lsa, unda tursa bo'lmaydi debdi. Yani sen haj oylarida anda ihrom bağlab tursan, haj oylari kelmasa ihrom bağlasang bu baka barbar desan, bo'ldi chiqishing kerak deydi. ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج haj aylar kirishdan burunmi masalan Ramazonda, Sha'bonda, Muharram, Safarda endi ihrom bog'lansa hajga tava mayli bo'ldi, ihrom bog'lan bo'ldi deganlar unda sen ihrom bog'lab tursang hajgacha bo'ldi mayli hajga ihrom bog'lan bo'lsa ihroming hajga hisob deb qarab. Bunun hammasi bir qurbonlikning ishi, bir qurbonlik chiqib ketadi. Qala al-qadi kim Nurush faqat qulna fil kaffarat vajiba. Bu masala tugdi. Biz hajda oyat bilan vojib bo'lgan kaffaratlar ustida to'xtalib o'tdik. Yana qo'ldan ketib qolgan hajda ya buzib ketib qolgan hajda qanday qazosini qilish to'g'risida to'xtaldi. Va fi sifati ihlal man fatahu al-hajj. haj qo'ldan ketib qolgan kishi qanday ihromdan chiqadiganligini to'xtaldi. Va qulna qabla zalik fil kaffarat al-mansus alayha. Undan ilgari shu oyatlarda kelgan kaffaratlarni deb o'tdik. Va ma al-haqqa al-fuqaha bidalika min kaffaratul mufsid hajjahu. Yana hajni buzayotgan kishining kaffaratidan bir qatorda sanab shuni fuqarolar qo'shimcha qilib aytgan kaffaratlarni deb o'tdik. Va baqiya an naqula fil kaffarat hamda ular ixtilof qilib qolgan. Masalan, ma'lum bir haj faoliyatini qilmaslik sababidan ixtiloflashgan shu kaffarat kildi kelmaydi degan masalalarni bayon qilinadi. Masalan, haj faoliyatini qilib kelib bir ishni qilmay qoldi. Buni bir qon kelamni kelmamdi deganda. Mimma lam yunass alay. Oyat hadisda kelmagan masalalarning ichida, masalan, oyat hadisda mandashqi qilmagan bo'lsa, mana shuni tashlab qo'ysa qon keldi demadi. Ma yuqori qilamiz oyatda hadisda kelganlikda. O'ninki, masalan, jimaning, hajni qilmay buzayotgandan, famastay saranal hadi degandek oyat kelganda. Unda oyatda mana shuni qilmay tashlasa, menda keldi demagan ahvollar bor. Shu faoliyatda to'xtalib o'tmaymiz dedi. Ondan da alimler özünün kıyaslары bilen, ictihadi bilen dep bakıdı. Elbette bunu bakarak izbas buldan ayette ismi muannik. Vallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbü ileyk.